Bunyodkor stadioniga tegishli hududda ko'p qavatli binolar qurilishi mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib obuna bo'lishni unutmang. So'nggi kunlarda Toshkentning Bunyodkor futbol klubi atrofida qator muammoli va bahsli vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Jamoa nafaqat moliyaviy inqirozni boshdan kechirmoqda, balki klubning infratuzilmasi bilan bog'liq jiddiy o'zgarishlar xavfi ostida ham qolgan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Bunyodkor stadioniga tegishli bo'lgan yer uchastkalari tijorat maqsadlarida qurilish ishlari uchun sotilmoqda. Xususan, gap stadionning yirik avtoturargoh hududi va Bunyodkor futbol akademiyasiga qarashli maydonlar haqida ketmoqda. Mazkur sport inshootlari va avtoturargohlar o'rnida baland qavatli tijorat binolari qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu boradagi arxitektura loyihalari allaqachon jamoatchilikka e'lon qilingan. Buning ortidan klubning sport bazasi sezilarli darajada qisqarib, faqatgina asosiy binolar atrofiga siqib qo'yilishi mumkin. Klub infratuzilmasidagi bunday yo'qotishlar va o'zgarishlar jamoadagi chuqur moliyaviy inqiroz fonida yuz bermoqda. Joriy yilda jamoaning asosiy moliyaviy manbasi bo'lgan O'zbekneftgaz kompaniyasi klubga homiylik qilishni to'xtatgan. Ushbu qaror Bunyodkorning kundalik faoliyatiga hamda futbolchilar va ishchi xodimlar oldidagi maosh majburiyatlarini bajarishiga katta zarba berdi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, bir vaqtlar Osiyoning eng nomdor va badavlat klublaridan biri bo'lgan Bunyodkor bugungi kunga kelib ham moliyaviy, ham infratuzilmaviy jihatdan o'z tarixidagi eng og'irli sinovli davrlardan birini boshdan kechirmoqda.